Dada bu uyni menga olib bergani keldingizmi desang, yo'q, sotib olgani keldik. Ketdi bo'pti. Ketdi. Dada bu uyni menga olgani keldingizmi? Bu uyni sotib olgani keldi, oğlum. Senga hali jichcha bor. Katta bo'lsa ham olib beraman, xudo xolasa. Bu uyimiz 2,5 sotidan iborat. O'z ichida 5 xona uylari bor. Uyni tanishtiramizmi? Kim tanishtiradi? Biz. Biz ketdik. Kichik ekspertimiz nari tomon bilan tanishgungacha birinchi xonamiz bilan tanishamiz. Asosiy dorixonadan kirganimizda o'ng tomonda birinchi xonamiz kattagina mehmonxona bo'lib turibdi. Standart o'lchamda, chiroyli ta'mirlardan chiqarilgan ekan. Tashqi fasadlarini ko'rib turganlaringda oyoqdagilar polni burchatkalar qilingan, pastki qismlar so'killarga kafelar, tashqi fasadlar traversiyalar bo'lgan ekan. Ana endi alohida bu xonalarimiz bilan tanishamiz. Dada ayog'ingizni yechib kiring, pallatasi ekan. Ha, bo'ldi o'g'lim. Hayotga yechib kiramiz-da. Dada bu oshxona ekan, ayamga yoqar ekan. Oshxona ekanmi bu? Ha. Ha, juda go'zal. Mana isitish tizimlari ham bo'lgan ekan. Oyoqdaglari polni mana pol taxtalar qilinibdi. Dukontni kotyollarimiz. Keyingi xonalar nima ekan? Tanishtiringchi. Xo'p, nariga xona. Dada bu yerda hamma mehmonlarimiz sig'ar ekan. Bu xonaga rostdan ham kattagina mehmonxona bo'libdi. Isitish tizimlari kerakli nuqtalarga o'rnatilgan ekan. Televizorlarga ham montajlar bo'lgan ekan, ha? Xo'p, keyingi xonamiz-chi? Bu xona? Bu xona? Ha? Bu kattalarga yotoqxona. Kattalarga yotoqxona. Ha? Ichida nimasi bor ekan, ko'ringchi? Ha? Hammom. Hammom bor ekan, bo'ldi, hammomlari bor ekan. Bu-chi? Bu kichkinalarga yotoqxona. Ha, malladdes. O'zingga berib beramiz-a buni? Ha. Orqasida endi tanishamiz endi, keling. Nima hidi kelyapti bu yerda? Bilmayman, mana hidi gazni hidi kelyapti. Ko'ramiz o'g'lim. Yur. Xo'p, manzilimizga aniqroq yondashadigan bo'lsak, Yormozor eski Farg'ona yo'nalishida turibmiz ekan. Shundoqqina Poshapirim qabristoni yaqinida joylashgan katta yo'lning bo'yida infratuzilmasiga qulay, maktablar yaqin, Farg'ona sentralniy yo'nalishga chiqib ketishga qulayli yo'llarda turibmiz azizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, egalar tomonidan $55,000 baholanadi. Albatta, kelishuv asosida ko'rib turganlaringizda xonalarimiz bitta oilaga mos keladi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.